Xitoy Sharq Turkistonning Tarim neftligidan bir yil ichida bulang-talang qilgan neft va tabiiy gazning 17 million tonnadan oshganligini e'lon qildi. Xitoy yer shari torining xabarida bildirishicha, atalmish Xinjiang neftligi bu yil 22 dekabrgacha bo'lgan 8 yil davomida har yili 14 million 90 ming tonna xam neft va 3 milliard 750 million kub metr tabiiy gazni bulang-talang qilgan. Bulang-talang qilish ahvoli o'xshash mazgildagidan 700 ming tonna va 360 million kub metr neft va tabiiy gazni oshirgan bo'lib, 8 yil davomida bulang-talang qilingan tabiiy gaz 17 milliard tonnadan oshgan. Xitoy davlat taratqullarining xabariga qaraganda, Sharq Turkistonning G'o'lji shahridagi bir oltin konida yuz bergan o'rilib tushish voqeasida 18 odam xarobilik ostida qolgan. Naq maydonga yuvatilgan izlash qutqizish guruhlari 22 odamni xarobilikdan chiqargan. Konda jami 40 odam bor bo'lib, 18 yo'qolib ketgan odamni izlash xizmati davomlashmoqda ekan. Xitoyning Tayvan bilan Amerika o'rtasida kunsiri kuchayayotgan maxfiy yaqinlashishiga qarshi Orol atrofida harbiy manevr o'tkazganligi xabar qilindi. Xitoy Xalq ozodlik armiyasi G'arb fronti qo'mondonlik shtabining bayonotida Tayvan atrofida birlashma jiddiy chorlash va hujum xarakterlik o't o'chirish manevri elib berildi deyilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoy Xalqaro munosabatlar instituti Beyjingda uyushtirilgan ilmiy muhokama yig'inida qilgan so'zida davlatining tashqi siyosatda Rossiya bilan aloqa va hamkorlikni kuchaytirib, Amerikaning so'g'uq urush logikasi asosidagi cheklash va qarshilash siyosatiga qarshi turadiganligini bayon qildi. Xitoy Davlat Səhiyyə Komitetining Xitoy virusi bemorlarining kundalik sonini oshkorlashni to'xtatganligini e'lon qildi. Xitoyda bu oyning 5ida 0 Covid tadbirlari boshlangandan keyin davlat ichidagi amaliy ahvol bilan Davlat Səhiyyə Komiteti e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar orasidagi g'oyat zo'r farq bu sonliq ma'lumotlarning ishonchligi haqida gumon paydo qilgan edi. Bu komitet uda 4 kun Xitoy virusi sababli o'lganlarni e'lon qilmadi. Amerikadagi umrda bir ko'rish nisb bo'ladigan muzliq shivirganda qazo qilganlarning soni 26 ga yetdi. Millionlagan kishi toksiz qolgan bo'lib, ba'zi shtatlarda jiddiy ahvol e'lon qilingan va qor yoqqan rayonlarda mashina haydash cheklangan.